Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mehr ko'rsatuvini sizning e'tiboringizga taqdim etmoqdamiz. Hayotimizni go'zal gullari bo'lgan har bir insonga hayot baxshida etgan har bitta xonadonni o'zlarini mehr va muhabbatlari bilan yashnatib gullatib kelayotgan aziz onajonlarimizni, chiroyli opa-singillarimizni tug'ilgan kunlari bilan tabriklashda davom etamiz. Bugun biz Vitamin nohiyasi Tog'aya qishlog'ida istiqomat qiluvchi farzand va nabiralari uchun har doimo jonlarni berishga tayyor xonadonlariga o'zgacha fayz bag'ishlab kelayotgan Zulxumorxon ayamizni ulug' ayyomlari tug'ilgan kunlari bilan barcha farzandlari, nabiralari, yaqinlari, oila a'zolari nomlaridan tabriklash uchun ularning xonadonlariga keldik. Onaxonimiz har doimo farzandlarni shirin shakar, nabiralarni shirin tashvishda yashaydilar. Farzand va nabiralarni tarbiyasidan ortib, mana shunday chiroyli ro'zg'orni gullatib, yashnatib, suyukli umr yo'ldoshlari bilan har qanaqa tashvishni yengib o'tmoqdalar. Bizni sabrlari, matonatlari tengi yo'q onajonlarimiz har doimo ana shunday qiyinchiliklarni yengib farzandlari, nabiralari uchun hamisha zabardast tog' bo'lib mehnat qilib keladilar. Ota-onalarimiz omon bo'lsinlar. Zulxumorxon ayaga birgalikda chiroyli niyatlar, samimiy istaklarni izhor etamiz. Gulchiroy bilan birga yaxshi tilaklarni yo'llaymiz. Ayajon, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Salomatliklaringiz yaxshimi? O'zingiz yaxshimi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, sog'liqlaringiz yaxshimi? Bugun tog'amlar tug'ilgan kuningiz bilan tabrikladilarmi? Ha, ertalab tabrikladilar. Chiroyli niyatlarni bildirdilar. Kayfiyatlaringiz ko'tarildimi? Yaxshi, Xudoga shukr. Kimdan tabrik kutyapsiz, aya? Kimlar? Balalarim bor, Rossiyada qizlar. Musofir yurtidagi, shu yerdagi farzandlaringiz nomlaridan yaxshi niyat. Jiyanlarim bor. Endi o'g'limdan deb o'ylayapman. O'g'lingiz bittaginalar? Bitta o'g'lim bor, 4 ta qizim bor. Ha. Hammalari bo'lib 5 nafar farzandingiz 5 ta balam bor. Nevaralarim bor, 8 ta. Evaram bor, 2 ta, Xudoga shukr. Shularning barini baxtini ko'ray deb yuribman. Balalarim sog' bo'lsin, Rossiyada. Otaxon bilan ko'rasiz farzandlarning baxti va rohatini. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat ko'jon. Hamma oila a'zolaringiz farzand va nabiralar nomlaridan chiroyli niyatlar bilan tabriklayman. Iloyim aytganingiz bo'lsin. Xonadonimizni Saramjon Sarishta bekasi biza farzandlarga hayot baxshida etgan, yuzlari nurli onajonimizni eng chiroyli niyatlar bilan tabriklasangiz deyishgan. Baxtimizga hamisha omon bo'lsinlar. Onajonimiz dunyoda aytganingiz bo'lsin. Juda ham xokisor, beozor ayollar onajonimizni tabriklashga borganingizda padar buzrukvorimizga, ya'ni beminnat maslahat qo'yimizga ham yaxshi niyatlarimizni yetkazasiz deyishganda otaxonga alohida tilaklar bildirishgan. Sog' bo'linglar, sizlar ham hoji ona, hoji bobo bo'linglar. Iloyimgina balalaringizni orzusini ko'ring ko'jon. Onajonimiz o'zlari gulni juda ham yaxshi ko'radilar. Xonadonimizga borsangiz chiroyli gullarni ikkallar bitta chiroyli guldasta olib borasiz deyishganida ayajon. Rahmat, sog' bo'linglar, iloyim balalarim sog' bo'lsin. Gullarni ko'rdik biza. Gullarni asrab, avaylab, parvarishlab o'stiryapsiz. Ilohim balalaring boshiga sog' bo'lsin. Iloyim yaxshi kelinlar qilsin. Shularning baxtini ko'raysiz. Ayajon, bugungi ulug' ayyomlaringiz, tavallud kunlaringiz bilan hamma oila a'zolaringiz nomlaridan tabriklayman. Yakka yagona o'g'lingiz Ilbekjon nomlaridan, keliningiz Zarinaxon nomlaridan, erkatoylaringiz Bobojon va Parinoz nomlaridan chiroyli niyatlar va yaxshi istaklar bilan tabriklayman. Rahmat, kattakon rahmat. Mehridaryo volidamiz baxtimizga hamisha sog' va salomat bo'lsinlar. Padar buzrukvorimiz bilan ilohim farzandlarimizni ham rohatini ko'rishimizda hamisha yonimizda har on sog' va bardam baquvvat yurishlarini Allohdan so'raymiz. Mehridaryo volidamiz xonadonimizga o'zgacha fayz, qalblarimizga huzur, halovat bag'ishlaydilar. Juda ham ardoqlaymiz, yaxshi ko'ramiz onajonimizni. Sababi biza farzandlar uchun hamisha har qanday qiyinchilikni yengib o'tishga doimo tayyor turadilar. Shuning uchun alohida rahmatlarimizni aytasiz deganlar. Rahmat. Ikki dunyo saodatimsiz, jannatginam xush ne'matimsiz. Duoda siz hatto tinimsiz, kamtarginam jonim onajon. Gargoh desam oh tortgan onam, xasta bo'lsam g'am yutgan onam. Adomanda bir bor ko'rmasam, jannatginam jonim onajon. Talpinaman o'tsa ham yoshim, chiroyligim oh qalam qoshim. Yuzlari oy, qalbi quyoshim, mushfiqqinam jonim onajon deyishgan. Hamisha rahmat ko'jon, sog' bo'linglar, sizlar ham balalaringizni orzusini ko'ring. Hoji ona, hoji bobo bo'lib yuringlar sizlar ham. Rahmat, siz ham sog' bo'ling. Elbekjon bilan telefon orqali gaplashganimda alohida tilaklarni bildirdilar. Onajonim meni hammadan ham ko'ra asrab avaylab, yakka yagona o'g'lim deb opalarimdan ham ko'proq meni asrab avaylab voyaga yetkazganlar deyishdi. Keliningiz Zarinaxon qizlaridan ham ko'p meni yaxshi ko'radilar deganlar.
Hamisha sog' bo'ling, sog' va salomat kelishsin ilohim. Ilohimgina balalaring boshiga sog' bo'lsin. bo'lsin. Orzu havaslarini ko'ring. Yaxshi tilaklarni Aytganingiz bo'lsin ilohimgina. Farzandlarni yaxshi niyatlarini yetkazdim ota, sizga alohida tilaklar bildirishdan. Ilohim onajonimizni yonlarida otajonimiz hamisha bardam baquvvat bo'lib, bizga suyanchiq bo'lib tursinlar. Bizani suyangan tog'imiz xonadonimizni ustuni bo'ladilar deb yaxshi niyatlarni yo'llashgan. Onaxonga qanaqa niyatlaringiz bor bugun? Xudoyim to'g'ri bergan umrni yaxshi chiroyli o'tkazsin. Niyatim shu. Rahmat. Ertalab chiroyli tilaklar bilan tabrikladingizmi? Yaxshi tilaklarni aytdingizmi? Necha yil bo'ldi turmush qurganlaringga? 78-yildan beri yashaymizda. 78-yil turmush qurgansizlar. 80-yil mana shu yerga ko'chib kelganmiz. 81. 48 yil, qariyb yarim asr bo'lib qoldi-a? Ha. Sinfdoshmisiz? Yo'q, bular katta mendan 5 yosh. Onaxon kattalar sizdan. Ha. Qayerda uchratgansiz onaxonni? Mana shu xonadonda ishlatgan. Qarindoshingiz bo'lganlarmi yo'q? Yo'q. Begona bo'lganlar? Umuman Sevishib turmush qurganmisiz? Ha. Sevishib turmush Borar, odam bezor qilib yuborardilar. Ana. Mo'shani uchun kuzda qo'l ko'taradi. Mashina haydardilar, dalada bo'lsam ham to'xtatib, didillatib chaqiraverardilar. Sog' bo'linglar, yana shuncha birga yasha, farzandlar. Ilohim, aytganingiz bo'lsin. Hamma yaxshi tilaklarni bildiraman. Ayajon, mana hozir otaxon bilan qariyb 50 yil birga yashadingiz. Shuncha yillar davrlar o'tdi, umringiz mana bolalik lahzalaringiz hammasi o'tib ketyapti. Ko'proq qaysi davrga qaytgingiz kelib qoladi ba'zida? Hozirgi vaqtga avval qiynalib katta bo'lgan balalarim. Hozir yaxshi. Avval qiyinchilik bilan katta qilganman. Farzandlarni. Ha. Bular o'zlari tabilchi edilar. Men balalarga qarardim, fermada ishlardim men. Sog'imchi bo'lganman. Hozir o'zingizni davringiz yaxshi? Ha, hozirgi vaqt yaxshi-da. Hozir tomorqada kim ishlaydi, aya? Mana gullar, chiroq. O'zim qilaman hammasini. Otaxon yordam bermaydilar? O'z bir xil vaqt qiladilar, bir xil vaqt o'zim qilaman. Gullarni kim ekadi o'zingiz? O'zim. Gullarni yaxshi. O'zim yaxshi ko'raman. Siz bitta xonadonni gullatasiz, shuncha otaxon sizga sevib uylanadi. Sog' bo'ling, hamma yaxshi. Ha, ilohim aytganingiz bo'lsin. Assalomu alaykum mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bugun meni qaynimni xonadonlariga, bugun mana avsinginam tug'ilgan kunlari ekan. Ilohim menga kirsinlar, mehnatlari rohat bo'lsin. Qaynim bilan qo'shcha qarisinlar. Musofir yurtdagi banlarimiz Gulshanjon, Elbekjon, Zarnajon, nevaralari Farahnoz, Bobojon hammalariga rahmat. Shunchalik onangni mehnatlarini qadrlab, shunchalik rohatlarni ko'rsatdilaring, rahmat sizlarga balajonim. Ilohim sizlar ham mana shularday piri badavlat bo'linglar. Akamni ham tanjonlari sog' bo'lib, mana shu bolalarni orzu havasini ko'rsinlar. Nevaralarim undan ham ko'paysin, evaralarim undan ham ko'paysin. Mana shu xonadonda doim to'yxona, murodxona bo'lsin. Kela olmagan qaynisinlarim, avsinlarimni nomidan ham tabriklayman.
Hammalaring sog' bo'linglar. Mingga kiring Avsinjon ilohim, tanjoningiz sog' bo'lsin. Ish qilib mehnat qilib charchamang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling boshimizga. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Sizlar ham xush kelibsizlar. Rahmat sizlarga ham. Bugun mana shu opamni ulug' muborak yoshi tug'ilgan kuni muborak bo'lsin. Pochchon bilan qo'sha qarsin. Nima niyat qilgan bo'lsa niyatiga yetsin. Pochchon bilan hoji ona, hoji bobo bo'lishsin. Elbekjon, Zarinajon, bobojon, Farinozjon boshlaring og'rimasin, pullaringga baraka bersin, omadlaringni bersin. Ko'pda asrasin, shuni qatorda shularni ham asrasin. Shu oilam nomidan, ballarim, xo'jayinim nomidan, apa-ukalarim nomidan, jiyanlarim nomidan tabriklayman opamni. Umri uzun, rizqi farog' bo'lsin ilohim. Ilohim aytganingiz. Assalomu alaykum. Mana shu xonadonga avvalambor xush kelibsizlar. Mana shu bugun o'rtog'im, ya'ni Qudom Zulxumor o'rtog'imning tug'ilgan kunlariga xush kelibsizlar. Mana bugun 64 bahorni qarshilab olyaptilar. Mana shu Xudo bergan umrni ko'rib, akamlar bilan qo'sha qarib, qarilik ashtini surib yurishni Allohim nasib ro'zi aylasin. Hamisha balalarni, nevaralarini, evaralarni huzur halovatini ko'rib yurishni ham Alloh nasib ro'zi aylasin. Doimo sog' bo'lsin, boshlari omon bo'lsin, yuzlarga kirib yurishlarini Allohdan so'rab qolaman. Rahmat o'rtoqjon, rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana shu Qudomlarning xonadoniga xush kelibsizlar. Avvalambor Qudomlar sog' bo'lsinlar, yuzga kirsinlar, hoji ona, hoji bobo bo'lsinlar. Safardagi bolalarimiz ham safarni nima qilsin, bexatar qilsin, doim topganlar yaxshi kunlarga bersin. Bolalarimizga Xudo ahillikni bersin, sog' bo'lsinlar, yuzga kirsinlar. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling, Zarinaxon nomlaridan yaxshi niyatlarni bildiraman. Mehri daryo volidalarim baxtimga omon bo'lsinlar deb sizni ham alohida tilga olib o'tgan. Ilohim. Farzandu nabiralarning rohatini qudalari bilan birgalashib, ko'rib hamisha Ilohimga rahmat kattakon. Ilohim xonadonimga kelganlaringga xush kelibsizlar. Rahmat hammalaringga, sog' bo'linglar, baxtimizga mana shunday o'ynab kulib yuraylik. Sizlar ham sog' bo'linglar, hoji bobo, hoji ona bo'linglar. Rahmat. Ilohimga. Tabriklarni kutmadingizmi? Yo'q. Kutganim yo'q edi. Bugun kim aytdi sizga tabriklagan kelishadi? Men o'zi telefon qilganingizdan bildim. Telefondan bilib qoldingiz. Bo'lmasam bilganim yo'q edi. Mayli. Ilohim yuzga kirsin, boshga nasi og'rimasin, balalarning boshiga sog' bo'lsin. Xursandchilikda kutilmagan Yo'g'ida ziyofatga don berasiz. O'zim yotardim 3-4 kun. Biz keyin kelamiz deb, avsinlar, qansinglar ertalab kelsa mazalari bo'lmay yotganman. Mazengiz yo'qmi daya? Havola har xil bo'lyapti, shungada hamma. Bizani eshitib sog'liqlaringiz yaxshi bo'ldimi? Xursand bo'ldim. Shunchalik men balalarim yo'qlab dedim. Xursand bo'ldim. Bularga tezroq chiqing, boshqa joyga o'tib ketib qolmasinlar. Rosa xursand bo'ldim balalarim shunchalik meni yo'qlaganiga. Ilohim boshqa narsa. Farzandlaringizni har bittalari bilan bitta telefon orqali bog'landik. Bitta o'g'lingiz juda ham chiroyli ta'rifladilar sizni. Onajonimdek mehribon insonni topolmayman. Onajonimdek g'amxo'rim yo'qmani deyishgan. Qizlar alohida aytishgan, har bittamizni o'zimizni o'rnimiz, joyimizni topib uzatib, bizani hali ham tashvishimizda yashaydilar. Hali ham borsak dardkashimiz, sirdoshimiz bo'ladilar. Shunday. Alohida rahmatlarimizni aytib. Rahmat, Xudoga shukr, balalarim boshiga sog' bo'lsin. Zarinaxon bilan Padir buzrukvorimiz va mehribon onajonimizni Xudo xohlasa bardan baquvvat bo'lib duolar qilib turishsa, haj va umra safarlariga jo'nab. Ilohim aytgan bo'lsin. Hoji ota, hoji ona bo'lganlaringda ham kelib tabriklar. Ilohim Xudo xolasa yashaylar. Ilohim balalaringiz boshiga sog' bo'ling siz ham.
Oilada nechinchi farzandsiz? Men 3-farzand. Ha, 3-farzandsiz, ha? Qanaqa onaxonga yaxshi niyatlaringiz bor, chiroyli tilaklaringiz bor? Yaxshi niyatlarim juda ham ko'p. Baxtimizga sog' bo'lsinlar. Dadam bilan qo'sha qarisinlar, orzu havasimizni ko'rsinlar. Nima niyatlari bo'lsa, niyatlariga yetishsin. Akamni bizni baxtimizga sog' bo'lishsin. Akamga ham kattakon rahmat, shunchalik yo'qlaganiga. Mana bugun vajonim tug'ilgan kunlari, ilohim boshlari og'rimasin, Xudo bergan umrni yaxshigina ko'rib, dadajonim bilan sog' salomat bo'lib, hajlarga, umralarga borishlarini Allohdan so'rab qolaman. Har kuni akajonimga kattakon rahmat, ilohim boshlari og'rimasin, farzandlarini rohatini ko'rib yursin. Rossiyada yurgan akajonimning oilasi bilan Gulshan opam bor, Gul opam mana kelolmadi, hozir kelib qoladi. U ham ilohim uni ham nomidan tabriklayman, sog' salomat bo'lib yursin har doim. Kenjamni Yaqin joyga tushganmisizlar yo bir-birlaringdan uzoqmi? yo ikkita tog'ayakda, ikkitasi langarda. Langardagilar sal uzoqroq endi. Sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga ham kattakon. Amajon uningiz bo'lsin, sog' bo'ling. Nima niyat qilgansiz, niyatingizga yeting. Nevaralaringizni, bolalaringizni o'z havasini ko'ring. To'ylar bo'laversin. To'ylarda xudo xolasa. Rasadanglar ham sog' bo'lsin, hammasi umri uzoq bo'lsin. Yaxshi niyatlar hammasi siz uchun endi. Bajon, tug'ilgan kuningiz bilan baxtimizga sog' bo'ling. Hoji ona, hoji buvi bo'linglar. Doim aytganingiz, yasha jonim, rahmat. Yaxshi. Sog' bo'lgin. Ayajon, bular eng katta qizingizlar. Kattakon qizim. Bular kuyovingizlar. Bu jiyanim kuyov bo'ladi. Jiyaningizni kuyov qilgansiz. Ha. Siz amma bo'lasizlar. Hammasidan. Sog' bo'linglar, baxtli bo'linglar. Ilohim sizlarga ham rahmat. O'rlaring shukur. Yashanglar, sog' bo'ling.
Ayajon yana bir bora tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Elbekjon, Zarinaxon, Erkatoy nabiralaringiz nomlaridan yaxshi niyatlar bilan tabriklayman. Sizga o'xshagan chiroyli mana shunday yuzlaridan nur yog'ilgan onajonlarimizni tabriklash bizning vazifamiz. Ozgina bo'lsa ham sizga xursandchilik bag'ishlagan bo'lsak, o'zimizni behad baxtiyor his qilamiz. Ilohim sog' bo'ling, yuzlarga kiring. Hamma yaxshi tilaklarni bildiraman. Elbekjon, Zarinaxon bag'ringizga sog' salomat qaytishsin. Qanaqa yaxshi tilaklaringiz va sog'inchli so'zlaringiz bor aya? Iloyim ballarimni sog'inganman 4 yildan beri ish etdim. Ko'rganim yo'q, iloyim boshqa narsa og'rimasin, sog' bo'lsin, yaxshi kelin qilsin, o'shalarning baxtini ko'rayin. Sizlar ham sog' bo'linglar baxtimizga. Hamisha mana shunday keltiringlar. Ilohim siz sog' bo'ling. Eng asosiysi sog' salomat bo'lib farzandlarni duo qilib o'tirsangiz bo'ldi. Duo qilaman. Hamma yaxshi tilaklarni bildiraman. To'rrovni hamisha duo qilaman. Bitta qizim bor, u Moskvada. Ha. U ham sog' bo'lsin, boshqa narsa og'rimasin. Ilohim aytganlaringiz kelsin. Beshigimda barmoqlaring izi qolgan. Yurgunimcha ming egilib beling tolgan. O'zing ekkan rayhonlaring bo'lsa olgan, kelgin ona qo'llaringdan o'pib qo'yay. Tandirlarda otash ichra nonlar yopib, kulcha bersang quvonganman o'chib chopib. O'sha olov kuydirgan u joyni topib, kelgin ona qo'llaringdan o'pib qo'yay. Bizni mana shunday chiroyli, har doimo farzandlari Erkatoy nabiralarni o'ylab yashayotgan, farzandlari shirin nabiralardan ortib mana shunday hayotlarini chiroyli gul dastalarga burkab kelayotgan aziz onajonlarimiz hamisha sog' va salomat bo'lsinlar. Zulxumorxon ayani Elbekjon sizning nomingizdan, Zarinaxon nomlaridan, farzandlaringiz nomlaridan, barcha yaqinlar nomidan eng chiroyli tilaklar bilan muborakbod etaman. Bizni onajonlarimiz hech ham kasal bo'lmasinlar. Doimo farzandlarini, Erkatoy nabiralarini duo qilib yashayversinlar. Zulxumorxon ayani mehr ko'rsatuvi nomidan ham chiroyli tilaklar va samimiy istaklar bilan muborakbod etamiz. Eng asosiysi musofir yurtidagi Elbekjon va Zarinaxon onaxonni bag'irlariga sog' va salomat qaytsinlar. Salomat qaytib kelsin, boshqa narsa og'rimasin. Ikkovini kelinimni qizimni o'rnida ko'raman men. Hamisha ishimni qilib hamma narsani tayyorlab turardi. Sog' bo'ling. O'zim qilib yuraman. Duolar qilib mana shunday sog' salomat bo'lib yuring. Ilohim ishlab ballarini orzusini ko'rsin. Sog' bo'ling ayajon. Sizlarga kiring. Ilohim zo'r bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'linglar, hoji ona, hoji bobo bo'linglar, ballaringizni orzusini ko'ring. Ilohim. Rahmat, sog' bo'ling.